Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yusuf Moto kanalining podpischiklari. Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto do'konimizda yangi kelgan texnikalarimizni chiroyli qilib obzor o'tib ketamiz. Xo'p, layklarni bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Xo'p, akalar 188 dizelli X kalibr, 192 motor X kalibr, dizelli, benzinli 190 motor, 192 benzinli motor. Yangi kelgan yangi partiyalarimiz. Akalar, bu yoqda arzon ekan, u yoqda arzon degan narsa yo'q aka. Xo'p, mana akalarimiz kasbidan kelishyapti, motoblok olish uchun. Akalar, hamma joyda endi mana shu narsani so'rasangiz, biz aytgan narx, buni so'rasangiz bu narx. Firmasiga, sifatga qarab narxlari o'zgaraveradi akalar. Hamma texnikalar har xil firma, har xil sifat bo'ladi. Bizdagi Yusuf Moto do'konidagi barcha texnikalarimiz sifatli va juda baquvvat moshni bo'ladi. Narxiga yarasha. Mana kvadrotsikllarimiz bor, samospalli, 5 samospalli variantlari. Xo'p, kommentariyaga yozib ketamiz. Kimga narxlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, nomini va ochiqchini yozib qo'ysalaringiz, o'sha yerda narxlarini aytib o'tib ketamiz. Layklarni bosamiz, ayamaymiz.